Assalomu alaykum. O'tgan darsimizda texnokarta bilan ishlashni o'rgangan edik. Bugungi darsimizda cena za время tipi bilan ishlashni o'rganamiz. Bu tipdan asosan quyidagi maqsadlarda foydalaniladi. Ba'zi bir joylarda faqatgina oddiy stollar emas, maxsus stollar, masalan, ping-pong, ya'ni stol tennisi ham mavjud bo'lishi mumkin. Yoki ba'zi restoranlarda alohida basseyn ham bo'lib, undan foydalanadigan mijoz o'zi xohlagan biror mahsulotga istalgan vaqtda buyurtma berishi ham mumkin. Yoki hech qanday buyurtma bermay, faqatgina ping-pong o'ynab yoki basseynda cho'milib, shuning o'zi uchun ham to'lov qilishi mumkin. Bunday holatda ping-pong hamda basseyn kabilar uchun cena za время rejimida faoliyat yuritiladi hamda ularga soatlik yoki minutlik hisobda haq to'lanadi. Keling, buni dastlab ping-pong misolida o'rganamiz. Buning uchun avval rejim настройки stol orqali o'zimizga kerakli stolni qo'shib olamiz. Dastlab stolning nomini kiritamiz, ya'ni ping-pong. So'ngra bu yerdan cena za время qismiga o'tamiz va bizda quyidagicha oyna ochiladi. Oynaning mana bu qismida 3 ta tugma mavjud. Bulardan birinchi tugma orqali shu rejimda ishlatiladigan mavjud tovarlar ro'yxatini ochish mumkin. Masalan, mana bu ko'rinishda. Agar ular hali qo'shilmagan bo'lsa, plus tugmasi orqali shu rejimda ishlatiladigan yangi tovar qo'shish mumkin. Biz esa hozir ping-pongni qo'shamiz va bu yerga ping-pongni kiritamiz. Shunaqa paytda savol tug'ilishi mumkin. Nega ping-pong boya yangi stol qo'shayotganda kiritilgan bo'lsa ham, bu yerga ham yozilyapti. Shu yerda bir narsani bilib olishimiz kerak. Bizda aynan nima cena za время rejimida ishlatiladigan bo'lsa, ping-pongmi, basseynmi, mangalmi, har holda biror taom emas, aynan uni bu yerga kiritishimiz shart. Stol qo'shayotganda esa biz faqat stolga mos nomni kiritdik xolos. Bu esa majburiy emas. Ya'ni, birinchi zalda 7 ta stol bo'ladigan bo'lsa va shuni bittasi ping-pong bo'ladigan bo'lsa, uni alohida stol qilib olyapmiz va shuning uchun nomini boshqa oddiy stollar kabi yozmasdan alohida nomladik. So'ngra cena qismiga uning narxini kiritamiz. Shu yerda diqqat qilamiz. Ping-pongni qanaqa vaqt rejimida ishlatadigan bo'lsak, shunga mos summani kiritishimiz kerak. Masalan, uni soati taxminan 60 ming. Lekin hamma ham doim kamida 1 soat yoki undan ko'p o'ynamasligi. Aksincha, ko'p hollarda yarim soat yoki 1 soatga yaqin o'ynashi ham mumkin. Bunday holatda uni minutlik vaqt rejimida ishlatish ma'qul bo'ladi va bunda minut ortgan sari to'lanadigan summa ham ortib boradi. Biz esa hozir bu yerga 1000 ni kiritamiz. Ya'ni minutiga 1000 so'm. Bu esa 60 minut, ya'ni 1 soatda 60 ming degani. So'ngra bu yerni saqlanib qilamiz hamda birinchi tugma orqali uni belgilaymiz va tarifni po minutni qilib belgilab qo'yamiz. Chunki kiritgan summamiz minut hisobida bo'ladi, soat hisobida emas. Ya'ni 1 soatda 1000 so'm emas, 1 minutda 1000 so'm. Keyingi 3 ta nuqta orqali esa belgilangan tovarni tahrirlashimiz, uning ma'lumotlariga kerakli o'zgartirishlarni kiritishimiz mumkin. Ya'ni uning kategoriyasini o'zgartirishimiz, nomini yoki bo'lmasa narxini o'zgartirishimiz mumkin. Bu yerni saqlanib qilamiz, bu yerni ham saqlanib qilamiz. Stol paydo bo'ldi. Uni ish joyining boshqa joyiga o'tkazamiz. Stolning kiritilgan nomi mana bunaqa ko'rinishda noqulay bo'ladigan bo'lsa, ya'ni biror harflar pastga tushib qoladigan bo'lsa, rejim настройки stol darsimizda o'tilgan tartibda uning ish joyidagi o'lchamlarini o'zimizga moslab o'zgartirishimiz mumkin. Ya'ni quyidagicha. Mana u o'zgardi. So'ngra rejim настройки stoldan chiqamiz. Endi bundan foydalanib ko'ramiz. Tasavvur qiling, ikkita mijoz keldi va ular tennis o'ynashni boshlashdi. Biz esa shu vaqtda stolga kiramiz. Bu yerning время qismida ular stoldan foydalanishni boshlagan vaqt ko'rinadi. Tepada esa tovarning nomi, uning miqdori, ya'ni bu yerda ping-pong stoli necha minut davomida foydalanilayotgani hamda tovarning cenasi avtomatik ravishda saqlangan bo'ladi. Oldinroq aytganimizdek, mijozlar tennis o'ynayotganda biror narsa zakaz berishlari yoki umuman hech nima zakaz bermasdan faqat tennis o'ynashlari mumkin. Biz esa qo'shimcha nimadir qo'shib ko'ramiz. Masalan, bitta 1,5 litrlik kola. So'ng uni saqlanib qilib olamiz. Hamda itogo qismiga qaraymiz. Stolga kirilgandan so'ng taxminan 2 minut o'tdi. Bunda 3000 so'mning 2000 qismi 2 minut uchun hisoblangan bo'ladi. Qolgani esa bitta 1,5 litrlik kola zakaz qilganimiz hisobiga bo'ladi. Obsluga esa shularning hammasini umumiy summasidan kelib chiqqan holda avtomatik ravishda hisoblab qo'shiladi. To'lov qilishdan oldin bu oynadan stoli tugmasi orqali vaqtincha chiqib turamiz. Negaki mijozlar 5 minut yoki 10 minut emas, undan ko'proq vaqt davomida tennis o'ynashlari mumkin. Mijozlar taxminan 40 minut bu stoldan foydalanishdi va o'yinni tugatib oplata qilishmoqchi. Bunda stolga yana kirganimizda foydalanilgan to'liq vaqt uchun umumiy summa avtomatik tarzda qayta hisoblangan bo'ladi. Esingizda bo'lsa, bitta kola zakaz qilgandek, undan tashqari mana kolичествоda 41 turibdi. Ya'ni mijozlar 41 minut davomida stoldan foydalanishgan. Shuning uchun ham itogo qismida jami 42 ming so'm chiqarilgan. Obsluga qo'shib hisoblanganda esa mana bu summa kelib chiqdi. Endi buni oplata qilamiz.
Orada yana qanchadir vaqt o'tgan bo'lishi mumkin. Shunda ham har minut uchun summa hisoblab boriladi. Biz esa to'lovni amalga oshiramiz. Oplata qilingandan so'ng esa mana bu ko'rinishda chek chiqadi. Ko'rib turganingizdek, ping-pongning kolичествосida 42 yozilgan, ya'ni 42 minut. Shuning hisobiga uning uchun umumiy summa 42 ming va jami summa 43 ming bo'lgan. Obsluga bilan qo'shib hisoblanganda esa 47.300 so'm chiqqan. Bunda har holda Coca-Cola'ning narxi asl narx emas. Bu shunchaki bazamizda oldindan qo'shib qo'yilgan sena hisoblanadi. Uning senasini esa o'zimiz xohlagancha haqiqiy bozor narxiga o'zgartirishimiz mumkin. Endi esa basseynni soatlik rejimda ishlashini ko'ramiz va bunda u uchun ham alohida stol qo'shib olamiz. Bu yerda uni nomlaymiz, ya'ni basseyn va cena za время qismiga o'tamiz. Bu yerdan agar uni oldin kiritgan bo'lsak, belgilab olamiz. Cena qismida ko'rib turganingizdek 70 ming turibdi. Agar uni soatiga 70 ming emas, nisbatan arzonroq yoki qimmatroq qilmoqchi bo'lsak, mana bu 3 ta nuqtani bosib, cena qismiga o'zgartirish kiritishimiz mumkin. Misol uchun 80 ming. So'ngra bu yerda saqlanib qilamiz. Hamda tarifni pochesovga o'zgartiramiz. Shu yerda diqqat qilamiz. Bu tarifdan foydalanilganda eng kam miqdor 1 soat hisoblanadi, ya'ni yarim soat yoki 40 minut uchun summa hisoblanmaydi. Buni ham hozir ko'rib o'tamiz. Bu yerdan esa uning ham o'lchamlarini kiritib o'tamiz hamda uni saqlanib qilamiz. Uni ishchi maydonni bo'sh joyga o'tkazib, rejim настройки stoldan chiqamiz hamda unga kiramiz. Mana 1 soat uchun umumiy summa 80 ming hamda obslugani o'z ichiga olgan holda 88 ming so'm hisoblab qo'yilgan. Endi bunga biror bir qo'shimcha taom qo'shib qo'yamiz. Masalan, tovuq kabob. So'ngra uni ham saqlanib qilib o'tamiz. Bu yerdan stol band qilingan vaqtni eslab qolamiz hamda biroz muddat kutamiz. Mana taxminan 1 soatga yaqin vaqt o'tdi. Bu yerda mana 50 ko'rsatib turibdi, ya'ni 50 minut. Endi stolga kirganimizda umumiy summa o'zgarmagan bo'ladi. Negaki basseyn soatlik rejimda ishlatilyapti, minutlik rejimda emas. Endi yana biroz vaqt kutib ko'ramiz. Mana taxminan 2 soat o'tdi. Endi unga oplata qiladigan bo'lsak, bu yerda umumiy summa kelib chiqadi. Basseyn uchun to'lov soatiga 80 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, bu yerda jami 276.300 so'm belgilab o'tilgan. Bundan obsluga uchun 24.300 so'm, undan tashqari asosiysi basseyn hamda tovuq kabob uchun umumiy 243 ming so'm sarflangan. Bundan tovuq kabobni chiqaradigan bo'lsak, bizda 240 ming so'm basseyn uchun to'lanish kerak bo'lyapti. Bu degani basseyndan 2 soatdan ortiq vaqt davomida foydalanilgan. Shu yerda yana bir savol tug'ilishi mumkin. Mijoz aynan 3 soat davomida basseyndan foydalanmadi. 2 soat hamda qo'shimcha bir necha daqiqa foydalangan bo'lishi mumkin. Nega bu yerda 3 soatlik summa keltirib chiqarilyapti? Bunda diqqat qilamiz. 2 soat uchun 160 ming bo'ladigan bo'lsa, undan so'ng shu zahoti 3-soat boshlangani uchun ham qo'shimcha summa qo'shilmoqda. Bu yerdan oplativ qilamiz. Chek esa mana bu ko'rinishda chiqadi va bu yerda ham kolичествоda 3 raqam turadi, ya'ni 3 soat. Umumiy summa esa obsluga qo'shilgan holatda chekka kiritilgan bo'ladi. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.